Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8-ci ayının 2-ci günü düşənbə. Həmmənlərə şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Dunya Uyghur Qurultiyi mərkəzi işxanasının stansiyamızga bildirişçe Xalqara Uyghur Sud Kollegiyasının bu yıl 9-cu ayının 10-cu günüdən 13-cü günügacha Londonda ötküzüladigan 2-ci qitimlik sotiga yangi dalil isbotlarni to'plash va yangi guvohchilarni qizib chiqish xizmatlari asosiy jihatdan tamomlangan. Dunya Uyghur Qurultiyining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yili 9-cu ayda qurilgan Xalqara Uyghur Sud Kollegiyasining tunji sotining 6-cı ayının 4-cü günüdən 7-ci günügacha Londonda intayin yuqori saviyada muvaffaqiyatli holda o'tkazilishi har qaysi allarda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizga zo'r darajada ilhom va umid baxsh etgan bo'lib, hozirga qadar ko'plagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bas-basda qurultayga murojaat qilib, o'zlarining bu yil 9-cı ayının 10-cu günü chaqiriladigan 2-ci navbatlik sotda guvohlik berishni orzu qiladiganliklarini bildirishgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu qitimlik sotda guvohlik beradigan Sharq Turkistonlik shohidlarimizga ziyonkashlik va psixologiyalik hujum qilishining oldini olish uchun toki sot boshlangan kuniga qadar butun shohidlarimizning salohiyati maxfiy tutiladi. Chunki Xitoy hokimiyati tunji qitimlik Uyg'ur sotining boshlanish harfisida sotda guvohlik berishga hozirlanayotgan lager shohidlarga qaratgan psixologiyalik hujumlarni alohida kuchaytgan. Xitoyning bexatarlik organlari lager shohidi Sayragul Savutbay xonimga bevosita telefon qilib tahdid solgan. Sotqa bir kun qolganda lager shohidi Qalbi Nursida xonimning vatanda ajrashib ketgan erini ekranda so'zlatish orqali tunji navbatlik sotda birinchi bo'lib guvohlik berishga hozirlanayotgan Qalbi Nursida xonimning kayfiyatini buzishga uringan. Sotdan keyin mustabid Xitoy hokimiyati yana tunji navbatlik sotda guvohlik bergan shohidlarning hammasining digidek vatandagi urug' tuqqanlari va tonish bilishlarini majburiy ekranga chiqarib bir-birlab so'zlatish orqali shohidlarning bergan guvohliklarini butunlay yolg'onga chiqarishga uringan. Mustabid Xitoy hokimiyatining sotda guvohlik bergan shohidlarning urug' tuqqanlarini ko'raga ilib majburiy so'zlatishdek bu xil razil qilmishi chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning muqattiq nafratini qo'zg'agan edi. Xalqaro Uyg'ur Sud Kollegiyasining tunji soti muvaffaqiyatli holda o'tkazilgandan keyin Xitoy hokimiyati bu vaqtda ko'p qitim axborot e'lon qilish yig'inlari chaqirib, Uyg'ur sotini Jongoga qarshi dushman kuchlarning va Dunya Uyg'ur Qurultiyining siyosiy o'yini. Bu sot bir teatrxona. Uningda guvohlik berganlarning hammasi artistlar deb biljirlash bilan birga asosliq tig' uchini Xalqaro Uyg'ur Sud Kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandimga, mazkur sotning tashabbuskori va bosh arzdori Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimga va tunji navbatlik sotda jasurlik bilan guvohlik bergan butun shohidlarga qaratib kelmoqda. Chet ellik kuzatuvchilarning qarshi garchi Xitoy hokimiyati eg'izida Uyg'ur sotini e'tirof qilmaydiganligini ta'kidlab kelsimi, ammo Xitoy tarafining Uyg'ur sotida guvohlik bergan har bir shohidning bayonlariga bir-birlab javob berishga majbur qilishi mohiyatda Xitoy tarafining sotda o'zining ayblanguchilik salohiyatini qabul qilishi bo'lib hisoblanadi va Xitoyning Xalqaro Uyg'ur Sud Kollegiyasiga intayin jiddiy qarayotganligini va tunji sotning muvaffaqiyatli echilganligidan qattiq aloqsizlikka tushganligini dalillab beradi. Dunya Uyghur Qurultiyi markaziy ishxonasining stansiyamizga bildirishçe Xalqaro Uyg'ur Sud Kollegiyasining bu yil 9-cı ayının 10-cu günüdən 13-cü günügacha Londonda o'tkaziladigan 2-ci qitimlik sotiga taklif qilinadigan chet ellik guvohchilarning hammasi degidek xalqaroga to'nilgan qonunshunos va advokatlardan tashkil topadi. Bu navbatlik sotning ommaga ochiq bo'limi 3 kun bo'ladi va sotning 4-cü kuni Uyg'ur Sud Kollegiyasining baholash hay'ati o'zining ishki yig'inini o'tkazib, bu 2 qitimlik sotda o'tirg'i tushgan dalil isbotlar asosida qonuniy analiz ilib boradi. Uyg'ur Sud Kollegiyasining 9-cı ayının 10-cu günüdən 13-cü günügacha o'tkaziladigan 2-ci qitimlik sotining ommaga ochiq bo'limining butun jarayoni, ya'ni sizlar ko'rayotgan Qurultiyi to'g'ri televiziyasi orqali naq maydondan tarqatiladi va sotda guvohlik beradigan chet elliklarning so'zlari bevosita holda Uyg'urchaga tarjima qilinadi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi bugun stansiyamizga qilgan so'zida 2-ci qitimlik sotning texmo ko'p shohidlarning qatnashida muvaffaqiyatli holda o'tkazilishiga ishonch bilan qaraydiganligini ifoda qilish bilan birga dunyoning har qaysi ellardagi bo'libmi Yevropadagi qarindoshlarimizni agar imkoniyati yor bersa 9-cı ayının 10-cu günüdən 13-cü günügacha Londonda o'tkaziladigan 2-ci qitimlik sotiga kuzatuvchi sifatida qatnashishga chaqirdi. Tunji navbatlik sot mezgilida Angliyaga kiradigan har qanday bir kishini bir haftalik karantin ostiga elish va bu jarayonda 3 qitim korona testidan o'tkazish tuzumi, ya'ni shundaqla qattiq viza cheklamasi yo'lga qo'yilgani uchun tunji navbatlik sotga qatnashishni orzu qilgan ko'plagan qarindoshlarimiz Angliyaga berishga amalsiz qolgan. Sotda guvohlik berguvchilarmi bir hafta burun Angliyaga kelishga majbur qolgani uchun tunji navbatlik sotning chiqimi aslidagi plandagidan eshib ketgan edi. Oldingi kunlarda Angliya hukumatı yuqorqidagi karantin va cheklash tuzumlarini butunlay amaldan qoldirdi. Angliyadagi sotga qatnashishni orzu qilgan qarindoshlarimiz mushu haftadan qolmay o'zlarini Dunya Uyg'ur Qurultiyiga tizimga oldirishi lozim. Bu yıl 11-ci ayının 13-cü günüdən 14-cü günügacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-ci navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda.
Har qaysi ellərdən qurultay vəkilliyi üçün namzat qəbul qilish xizmətləri əsası cəhətdən tamamlandı. Har qaysi ellərdə təsis qilingan vəkil saylash komitetləri bütün vəkil namzatlarının tizimligi və arxivini 8-ci ayının 6-cı günüdən burun qurultay tayyorluq komitetiga topshirib bo'ladi. Vəkil namzatlari qurultay tayyorluq komiteti, Qurultay təftiş heyəti və Qurultay İşki İşlər Komitetinin axırqı qitimliq təkşürüşüdən ötkəndən keyin Qurultayğa vəkil bo'ladigan namzatlarga qo'yilgan shartlar haqida Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplarga mos kelgan namzatlar 8-ci ayının 22-ci günü bütün Dunya miqyasida bir tutash holda o'tkaziladigan vəkil saylamiga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'ladi. Dunya Uyghur Qurultiyi tarkibidagi har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va Qurultayning xizmatchi xodimlaridan bo'lib 40 necha kishidan tarkib topgan 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorluq komiteti 31 iyul shanba kuni tayyorluq komitetining raisi Parat Yo'rinqash apandimning riyosatchiligida maxsus yig'in chaqirib 8-ci ayının 22-ci günü 20 necha davlatda o'tkaziladigan vəkil saylami haqida o'rinlashtirish ilib bordi. Tor orqali o'tkazilgan yig'inga 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorluq komitetining a'zolaridan boshqa yana har qaysi ellarda ta'sis qilingan vəkil saylash komitetlarining mas'ullari ishtirok qildi. Yig'inda Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram, Parat Yo'rinqash, Qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanat va Qurultayning bosh taftishi Oblekim Idris apandilar yig'in qatnashuvchilarining oldimizda o'tkaziladigan 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi haqidagi turli savollarga astoydil javob berdi. Dolqun Aysa apandi yig'inda qilgan so'zida har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng az 3dan 1 qismining yoshlardan va xonim qizlarimizdan tarkib tepishi lozimligini va har qaysi ellardagi vakil saylash komitetlarining bu nuqtaga alohida diqqat qilishi lozimligini qayta ta'kidlab o'tish bilan birga o'zini men Sharq Turkistonlik deb bilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyini himoya qiladigan Qurultay vakilligiga nomzod bo'g'ichlarga qo'yiladigan shartlar haqida Qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga uyg'un kelgan 18 yoshdan yuqori har qanday bir kishining 7-ci navbatlik Qurultayga vakil bo'lish salohiyatiga ega ekanligini Uyg'urluq badili masalasida o'quvchilarga alohida e'tibor beriladiganligini bildirdi. 7-ci navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorluq komitetining raisi Parat Yo'rinqash apandimning istansimizga bildirishicha, Qurultay vakilligiga nomzod bo'g'ichlarga qo'yiladigan shartlar masalasida yoshlarimizga va xonim qizlarimizga qarata alohida e'tibor berish siyosati yo'lga qo'yildi. Ammo butun vakil nomzodlari cho'qim 2018-yildan buyon Xitoy va Xitoy mustamlikasi ostidagi Sharq Turkistonga bormagan bo'lishi shart. Amerika Avam Palatasining Cumhuriyetçi ve Demokratlardan bo'lgan ishga a'zosi Uyg'ur kimligini qo'g'dash to'g'risida partiya hal qilgan yangi bir qonun loyihasi sungan. Ma'lum bo'lishicha, qonun loyihasida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur va boshqa etnik guruhlarning farqli kimligini qo'g'dash, kishilik huquqini qo'llash talab qilingan. Qonun loyihasini Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Yong Kim bilan Demokrat Avam Palata a'zosi Ami Bera sungan. Uyg'ur siyosati qonuni 2021 nomli bu qonun loyihasida Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrashiga qarata xalqaroning sezgirligini kuchaytirish, Tashqi ishlar ministrligiga Sharq Turkistondagi kishilik huquq xirisiga unumli taqobil turish huquqi berish. Shundaqla Xitoyning Uyg'urlarning ovozini jimiqtirishiga qarshi turishining atrofliq va ko'p taraflamalik strategiyasi o'ttirg'i qo'yilgan. Yongkim 29-iyul e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida men Rais Bera bilan Uyg'ur siyosati qonuni 2021 ga riyosatchilik qilib, Amerikaning Xitoy Xalq Jumhuriyatining g'ayri insoniy muomalasiga uchragan Uyg'ur va boshqa guruhlarning negizlik kishilik huquqini qo'llashi uchun konkret qadamlarni besishiga turtki bo'lishdan faxrlanaman degan. Avam Palata a'zosi Ami Beraning aytishicha, bu qonun loyihasi Uyg'ur masalasida organlar orasidagi hamkorlikka kapolatlik qilib, Tashqi ishlar ministrligining mablag'ni bu krizisga unumli taqobil turish uchun ishlatishiga kapolatlik qilish orqali Amerikaning bu vahshiylikka qarata inkas qaytarishini kuchaytirdi ekan. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab o'zining 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga bormasligi mumkinligini, chunki Sharq Turkistonning vaziyati to'g'risida zo'r sezgirlik borligini bildirgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Dominic Raabning so'zi xalqaro Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan Xitoyning sohibxonligidagi qishliq olimpikni boykot qilish chaqiriqi ko'nsiri kuchayotgan bir vaqtda boshqalarga yo'l etishi mumkin bo'lgan bir signal ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Dominic Raab 29-iyul Angliyadagi Sky televiziyasining Beijing qishliq olimpikiga qatnashadigan qatnashmaydiganligi haqidagi savoliga buning mumkinchiligi gumonliq deb javob bergan ham meningcha berishi mumkin deb qilmaydi degan. Biroq u yana Angliya tantarbiyani bek siyosiylashtirishni xohlamaydiganligi, tantarbiya musobaqasiga qatnashni Angliyadagi siyosatchilar qaror qilmasligi kerakligini aytgan. U yana mundaq degan: Albatta Xinjiangga aloqador va shuningga o'xshash masalalarda zo'r sezgirlik bor. Bizning siyosiy diplomatik jihatdagi vakillik darajamizni vaqti kelganda qaror qilamiz. Buning oldida Amerika Davlat Majlisining partiya hal qilgan bir guruh a'zosi Xalqaro Olimpik komitetining prezidentiga xat yozib, Beijing qishliq olimpikini kechiktirishni, agar Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishni to'xtatmasa, boshqa davlatga yo'tkashni talab qilgan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilaylik degan o'rtaq shuar ostida butun dunyo miqyosida boshlatgan norozilik harakatlari hozirmi ham izchil davom qilib kelmoqda.
Dunya Uyghur Qurultiyining va Germaniyaning Ingolstadt shahridagi Uyg'urlarga hissdoshlik qiladigan oliy maktab o'quvchilarining bu yil kirgandan buyon ilib bo'lgan ko'p qitimliq norozilik harakatlari natijasida 29 iyul kuni Ingolstadt shaharlik hukumat mazkur shaharda ta'sis qilingan Konzi institutiga har yili berib kelayotgan 40 ming yevrolik yordam pulini to'xtatish haqida qaror oldi. Ingolstadt shaharlik hukumatda bu masala talash-tortish qilinib ovozga qo'yilayotgan daqiqalarda Dunya Uyg'ur Qurultiyi İlham To'xtini qo'llash korrupsiya va yarlik oliy maktab o'quvchilari hukumat binosi oldida birlashma namoyish o'tkazib, hukumatdan bu shahardagi Konzi institutini taqashni talab qilishdi. Namoyishda Konzi institutiga pul berish to'xtatilsin. Xitoyning soxta tashviqotlarini qo'llamayli degan shuarlar yozilgan lozunkalarni ko'tarishgan Ingolstadt universitetining o'quvchilari hukumatdan Konzi institutiga har yili berib kelayotgan 40 ming yevrolik yordam pulini darhol to'xtatib, Konzi institutini taqashni. Bu pulni millionlagan ovozsiz Uyg'urning ovozi bo'layotgan. Uyg'urlarni Xitoy zulmidan qutuldirish uchun xizmat qilayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyiga berishni talab qilishdi. Shu kuni shaharlik hukumatga ovoz berishda 27 nafar parlament a'zosi pul berishni to'xtatishga, 22 nafar a'zosi pulni davomlashtirishga ovoz bergan. Natijada Konzi institutiga pul berishni to'xtatish tarafdorlari g'alaba qozongan. Namoyish rolini ko'rsatgan, natijaga erishgan. Namoyishchilar ma'lum darajada bosimi maqsadiga yetgan. Janubiy Germaniya gazeti 29 iyul bu vaqtda darhol talash-tortish ichidagi Konzi instituti hukumat mablag'ni to'xtatdi nomli bir maqola e'lon qilib, Ingolstadt shahridagi talash-tortishning oxiri hal bo'lganligini, shaharlik hukumatning ovoz ustunligi bilan Konzi institutiga berayotgan pulni darhol kesganligini hamda 2020-yili Hamburg universitetining Konzi instituti bilan bo'lgan aloqasini uzganligini bayon qildi. Bundan ilgari Dunya Uyg'ur Qurultiyi Ingolstadt shahridagi Uyg'urlarga hissdoshlik qiladigan oliy maktab o'quvchilari bilan birlashib, yuqorqi mazmunda ko'p qitim norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bu yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda chaqiriladigan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2-qitimliq sotining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Muhojirat tariximizdagi eng zo'r, eng ahamiyatli hodisalarning biri hisoblangan Uyg'ur sud kollegiyasida sizningmi bir kishilik hassangiz bo'lsin. Bergan $1 ozlik qilmaydi. Tarix betimizga ismingiz oltin harflar bilan xotirlanadigan bu qimmatli fursatni qochirmang. Yordamingizni tövandagi hisob nomeriga bevosita yo'llasangiz yoki Qurultiyi fondining mudiri Abdujalil Ahmad afandi bilan bevosita aloqalashsangiz bo'ladi. Aloqalashish nomeri 0049 176 28 58 01 60. Hürmetli televizyon ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızda diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamlıq proqramımızı ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.